berdi, birinchi sud bo'lib o'tdi. 2025-yil. Demak 6 yil yashagansizlar, 7-yiliga o'tib, buyog'i уже nima deydi? Ajrim yoqasiga kelinib qoldi, to'g'rimi? Ha, xuddi shunday. Tushunarli. Xo'p. Ajrim bo'lishiga asos demak nima? Nimani asos qilib olyapti eringiz? Asos endi oilaviy kelishmovchilik bo'ladi-yu, bilasiz, hammada baribir. O'sha kelishmovchilikning nomini eshitmoqchiman. O'zimni ota-onam adam qattiqroq sal gapirib qo'yganlar, onam sal shaxsiyatiga tegib qo'yganlar, keyin ukam bitta urib yuborganda, endi bittaja qattiq ham emas. Demak, dadangiz ham, onangiz ham, ukangiz ham sizni eringizni hurmat qilmagan. To'g'rimi? Endi achcharoq gaplashamiz-da. Balkim shunaqadir. Endi xato ulardan ham o'tgandi. To'xtab turing. Xo'p. Hozir biz bu yerda aybdor qidirmayapmiz. Ismingiz nima edi? Zuhra. Hozir biz bu yerda aybdor qidirmayapmiz. Biz vaziyatni oydinlashtirish orqali mexanizmni topishimiz kerak. O'shaning uchun hech kimni oqlamaysiz ham, men ham hech kimni qoralamayapman. Men shunchaki aniqlashtirish kirityapman. Tushunyapsiz-a? Xo'p, endi demak, adam men shaxsiyatiga, birinchi adam qattiqroq gapirgan deyapsiz, onam shaxsiyatiga tekkan deyapsiz, ukam mush tushirgan deyapsiz, to'g'rimi? Xo'p, onangiz mana eng boshidan boshlaylik. Kim birinchi xafa qilishni boshlagan eringizni? Onangizmi, dadangizmi? Adamlar. Dadangiz. Dadangiz demak eringizga qattiq gap gapirib qo'ygan. Nima sababdan? Shu endi bitta oilani boshqara olmayapsan, nima qilib yuribsan erkak bo'lib deb qattiqroq gapirganlar-da. Bitta oilani boshqara olmayotganini dadangiz qayerdan bildi? Men aytganman. Ana, ko'rdingizmi? Siz aytgansiz. Xo'p, siz nima uchun aytgansiz? Endi yig'lab aytganman, u qilib bera olmayapti, bu qilib bera olmayapti. To'xtang, endi o'sha u qilib bera olmayapti, bu qilib bera olmayaptini endi menga nomlab bering. Men bunaqa deganda, men shuni dadamga manaqa deb aytganman. Dadamga bu gaplarni aytganimdan keyin dadam erimni xafa qiladigan gaplarni aytgan deb menga aniqroq gapirib bersangiz, mening tashxisim shuncha aniq bo'ladi. Vaqtida bitta kirsovunga pul bera olmaganlar-da, kirsovun. Puli bo'lib turib ham bermagan. Xo'p, puli bo'lib turib bermagan. Demak, bera olmagan emas, balkim qizg'ongan, to'g'rimi? Qizg'ongan. Xo'p. Keyin misol uchun ayollarga baribir komfort pul kerak-ku. Xo'p. Oladigan narsalarimga pul bersam, pul bermasdi. Ota-onangdan so'ra, pulim yo'q, pul deyverasan deb aniq ko'radi-da. Men jahlim chiqardim. Hozir to'xtab turing Zuhra. Hozir qaranglar, ayollar. Bu qiz srazi nima deydi? Bu qizni ayblashga o'tmanglar. Sababi eri ham shunaqa qilishga majbur qilyapti. Puli yo'qchilikdan onasi hozir men bera olmayapman, sabr qilib tur demayapti, bor turib bermayapti. Bor, lekin bermayapti. Bor turib bermayapti. Bunaqa er bilan shunaqa gapni tilib olganda o'sha er ham. O'shaning uchun birovni hayotiga aralashmaylar. Men hozir vashi boshqacha tashxis qo'yaman bu qizga. Agar eri sabr qilib tur, onasi faqat ishlarim yurishib olsa, o'sha narsalarini olib beraman, kirsovunni olib beraman, onasini emsin deganda mayli edi. Bor turib bermayman deyapti. O'zini ehtiyojiga, qo'pol qilib aytgan o'zini ehtiyojiga so'rasa, bor ota-onangdan ol deyapti. Ota-onasidan olsa bu qiz nimaga nima deydi? Qo'pol og'zimdan yomon gap chiqib ketib qoladi. O'sha erkak bilan yashayapti. Nimaga yashayapti? Tavba qildim. Ayol kishi bo'lib turib, sirasiz ayolni yomonlaysizlar.
O'zinglarni eringlar shunaqa qilsinchi, nima qilasizlar ekan? Dodlab yuborsanglar kerak. Kasal Xo'p? bo'lsam, dori-darmonga pul kerak-ku baribir. Jenskiy tarafdan, Ha, bu tarafdan. aha, Borib aha. ota-onamnikiga borib davolanib keldirdi-da, jahlim chiqardi, yig'lardim. To'ppa-to'g'ri. Keyin xullas, bo'ldi, tushundim buni. Konsobkani. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Keyin siz bularni dadangizga borib aytib berganmisiz? Ha, aytganman. Aha, dadangizga borib aytib bergansiz, a? Keyin dadangiz o'sha qattiq gaplarini eringizga aytgan, to'g'rimi? Keyin eringizning ko'ngilchalari, g'ururchalari uyg'onib, Ha, shunaqa. seni nedir dadang menga mamnaqa dedi deb o'zidan bir g'ururli erkakni yasab olgan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Vaholanki o'sha g'ururini bor dadangdan pul so'rab kel deganda ko'mib qo'ygan. To'g'rimi? To'g'ri. Ha. Yomon so'z topaman ekan. Shunaqa murakkab muammolar bilan ishlab maza qilaman. Necha boshingizni qotiray. O'zi shunaqa erkak bilan nima uchun yashashni xohlayapsiz? Farzand bor-da, o'rtada. Xolosmi? Shu. Farzand yo'q bo'lganda yashamasmidingiz? Farzandlar bo'lmaganda yashamasdim. Nimaga unda farzandli bo'lmasdan ajrashmadingiz? Yo eringiz farzandli bo'lgandan keyin bunaqa qilishni boshladimi? Balkim, ha, shunaqadir. Ya shu dirmas. Men sizga topishmoq aytmayapman. Zuhra, o'zingiz hayotingiz bo'yicha savol bersam, balkim shunaqadir. Demak, balki deganning orqasida bunaqa bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin deb. Qarang, bitta narsa aytaman. Vaqti kelganda erimga hech kim qiz bermaganda, vaqti kelganda. Endi hozir ular aytishyaptiki, qaynatam. Men kimni uyiga borsam, beradi qiz menga deb turib olganlar-da. To'xtang. Hop, biz umuman bir muhokama qilishga arzimaydigan tema hozir siz aytgan. Hozir meni savolimga javob bering. Farzandingiz borligicha yashayotgiz kelayotgan bo'lsa, ha hop. Endi savol tug'iladi. Nimaga farzandli bo'lmasdan oldin borini bor, yo'g'ini yo'q qilmagansiz? Buvim qo'ymaganlar-da, qo'yur, yaxshi bo'lib ketadi, bu hayot, hamma narsa bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, siz farzandim deb yolg'on gapirmangda, o'zingizni aldayapsiz hozir. Tushunyapsizmi? Meni o'zimni jiddiy qarorim yo'q. Faqat meni boshqalar boshqarib yashaydi deyishdan qo'rqmang. Agar bunaqa demasangizchi, siz faqatgina birovlarni boshqaruvi orqasida yashab kelasiz, Zuhra. Haqiqatni o'zingizga aytishdan qo'rqmang. O'zimni haqqimni talab qila olmaganman. Buvim yashaysan qarorchi deganda yashaverganman buni nima qilib deng. Hattobi o'zingizga o'zingiz ayting shuni. Hozir ham og'rig'ingizni tan olmasdan farzandingizga to'nkiyapsiz. Farzandim borligicha yashayapman-da deb. Yo'q. Umuman boshqa narsa yotibdi. Va siz muammoning javobini umuman boshqa joydan qidiryapsiz. Men sizga hozir miyangizni portlatishdan oldin bitta savol beraman. Shu muammoni yechish uchun o'zi shu paytda nima qilib ko'rdingiz? Hech nima. Hech nima. Nimaga? Odatda ayollar psixologga bo'ladi, kurslarga boradi, u qiladi, bu qiladi, nimadirlar qiladi-yu, to'g'rimi? Nimaga siz hech nima qilmadingiz? Hech nima qilmadim, kurashmadim, sudga bordim, suddan keldim, bo'ldi, shoshildim. Xo'p, nimaga? Nimadir qilmadingiz? Nima? Psixologlarga ishonmaganmisiz? Pulingiz bo'lmaganmi? Yo, vobshetda bu muammoni shunaqa bir mutaxassislar bilan ishlash mumkinligini bilmaganmiz. Aytavering bemalol. Pul tarafdan ham bunaqa mutaxassislar bilan biz qishloqda turamiz-ku. Hop. Qishloqda turamiz. Qishloqda internet yo'qmi? Bor. Bu aytganlaringiz asosli bo'lolmay, qishloqda turgan qiz uncha-muncha odam prямой efirga ulana olmayapti, lekin qishloqda turib gaplashyapti.
Nima xohlasa bo'lar ekan u. Xohlasa bo'ladi. Samasenkam tushib ketdilar-da, umuman. Chunki sizni samasengiz o'zi birovlarga berib qo'ygansizda Zuhra. Sizni hayotingizni sizni hayotingizni allakimlardir hal qilib yuribdi, xolos. Bu haqiqatni men sizga aytmasam, ishoning birov aytmaydi sizga. Javob beraman. Bu haqiqatni faqat mendan eshitasiz siz. Tushundingizmi? Aha, tushundim. Endi savol. Ssenariyni topamiz. Kuzatuvchilar, miyani bambit qilishga tayyormisizlar? Qani, men davay deb yozinglarchi. Hozir bambit qilamiz. Demak, qarang. Hamma muammoni tubida demak nima yotibdi ekan? Aslida eringiz sizni qadrlamagani, sizni ayol sifatida hurmat qilmagani va sizdan pul qizg'ongani. Shu ekan, to'g'rimi? Buni siz dadangizga aytgansiz. Dadangiz chidolmasdan uje eringizni xafa qilgan, keyin onangiz gapirgan, keyin ukangiz urushgan, hammasi keyin uje tashqi vaziyat, to'g'rimi? Aha, malades. Endi tasavvur qiling, o'sha paytga qayting endi. Xo'p. Eringiz sizni qadrlamayapti. Pul so'rasangiz dadangdan so'ra deyapti. Puli bor turib, kirsovunga pul bermayapti, qizg'onyapti. O'sha paytda Zuhrani ichidan qanaqa hissiyotlar o'tgan? U paytdagi hissiyotlarni sizga aytib bera olmayman, tushuntirib bera olmayman ham-ku. Afsus, pushaymon bo'lganman. Buni to'xtang. O'sha ming pushaymon bo'lganingizning nomi nima? Nomi nima? Keraksizlikmi? Afsuslanishni nomi bor. Afsuslanishni keltirib chiqarayotgan narsani nomi kerak. Nima? Keraksizlikni o'zingizni keraksizdek his qilganmisiz? Ortiqchadek his qilganmisiz? Qadrsizdek his qilganmisiz? Hech kimmasdek his qilganmisiz? O'rni yo'qdek his qilganmisiz? Nimani his qilganingizning natijasida siz afsuslangansiz? Qadrsiz. Ay, malades. Endi savol, qadrsizlik siz uchun nima? Qadrsizlik shu bir nimani nima deydi anu? Qanaqa tarzda tushuntirib bersam ekan? Kerak emas buyumdek his qilganman-da o'zim mani. Malades. Demak, keraksizlik ekan demak. Sizga qadrsizlik emas. Keraksizlik qadrsizlikdan ham kuchli. Tushundingizmi endi? Demak, e'tibor bering. Demak, keraksiz buyumdek his qilganingizning natijasida qadrsizlik kelib chiqyapti. Qadrsizlikning natijasida nima kelib chiqyapti? Afsuslanish kelib chiqyapti. Afsuslanishning natijasida, afsuslanishning natijasida og'riq kelib chiqyapti va og'riqni siz dadangizga borib aytyapsiz. Dadangiz eringiz bilan urushyapti, onangiz aralashyapti, ukangiz aralashyapti, eringiz g'ururchalari uyg'onib ketyapti va ajrim. 10 ta qadam. 10 ta. Demak, muammoyingizni keltirib chiqarayotgan asosiy ildiz nima ekan? Asosiy ildiz, asosiy ssenariy nima ekan? Mana aytganlarim. Ota-onamga. So'rab ekansiz. Aytganlaringiz emas. O'sha og'riqni qarang. Aytganingiz bu 3-o'rindagi daraja turibdi. Mana qarang. Mana siz aytganingiz, mana aytganlarim deb o'ylayapsiz, xo'p? Siz aytganlaringiz, siz ota-onangizga aytishingizga sabab bo'lgan omil nima desa, afsuslanish og'rig'i. Afsuslanish og'rig'ini keltirib chiqargan narsa nima desa, qadrsizlik. Qadrsizlik nimani natijasida kelib chiqqan desa, o'zingizni keraksiz his qilishingiz. Mana eng ildiz mana bu joyda turibdi. Demak, bundan kelib chiqadiki, mana shu ildizning natijasida siz
sizni eringiz sizga pul ham bermagan, sizni qadrlamagan. Chunki mana bu ishonch bilan yashab kelgansiz. Lekin siz muammoni javobini mayerdan qidiryapsiz. Mana balkim mana o'zingizni ayblagan paytingiz bo'lgandir. O'sha gapni aytmasam bo'lardi ekan dadamga, onamga aytmasam bo'lardi ekan degan afsuslanish ham bo'lgandir, o'zingizni aybdordek his qilish, to'g'rimi? Ya'ni siz muammoni yechimini tashqaridan qidiryapsiz. Bu ishlamaydi. Muammoni tubi sizni hayotingizni boshqarib kelayotgan ssenariyada. Sizdagi ssenariy nima desa, mani qadrim yo'q, mani keragim yo'q degan ssenariy yana aylanib eringiz ajrashishga qaror qilib, yana sizni keraksiz insonga aylantirib qo'yapti. Ya'ni siz bitta ssenariyni atrofida aylanib yuribsiz. Bitta joyda aylanyapsiz, bo'lak voqeliklar, lekin hissiyot hammasi bitta narsa. Tushundingizmi? Xo'p, endi yashab qolish orqali nima olasiz? Tushundim. Savolingga javob bering, tushungan bo'lsangiz. Shu keraksiz va qadrsizligim. Hali ham hozir ham shu narsa hayotimda mana. Xo'p, eringiz bilan yashasangiz nima olasiz deyapman. Hech nima. Hech nima emas. Hech nima olmaganingizda siz tiklashni xohlamaysiz oilani. Bizani uyda erimni o'zlarining shaxsiy fikrlari yo'q, qaynatam bor. Qaynatam o'tirdi. To'xtang. Siz hozir yana masalan, hozir qarangda Zuhra, sizga bitta narsani ochaman. Agar siz muammoni yechimini tashqi tomondan qidirsangiz, e'tibor bering. Muammoni yechimini faqat tashqi odamlardan qidirsangiz, siz faqat qurbon bo'lib o'tib ketasiz. Siz qaynatam bordan buni qiladi, qaynanam bordan uni qiladi. Erimni o'zini fikrlashiga qo'ymaydi-da, buni qiladi. Qo'ymaydi, haqiqatan. Yo'q, bu o'shani aytayapman. Muammoni yechimi tashqarida emas deyapman. Muammoni yechimi sizni boshqarib kelayotgan qadrsizlik ssenariyada. Agar siz boshqalardan ayblasangiz, siz faqat boshqani o'zgartirish uchun harakat qilib yashaysiz. Vaholanki boshqa inson sizni deb o'zgarmaydi. Hamma narsa o'zingizni qo'lingizda. E'tibor bering, hamma narsa o'zingizni qo'lingizda. O'sha o'zingizni qo'lingizga olishingiz uchun ssenariyni o'zgartirishingiz kerak. Misol uchun deylik, shashka, shaxmat degan narsa o'ynaganmisiz? Ha? Ovozingiz yaxshi kelmayapti, uzilib kelyapti. Misol uchun shashka, shaxmat degan narsalar o'ynaganmisiz? Men shashka o'ynaganman. Shashka o'ynagansiz, to'g'rimi? Siz o'zingiz raqibingizni siz xohlagan tomonga yurgizishga majbur qila olasizmi? Ha? Qanaqasiga? Shunaqasiga. Qishloqchasiga. Yo'q, bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Nimaga ha deyapsiz? Hazillashib aytmayman-da. Siz g'alati ekansiz-da. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Zuhra, men siz bilan birinchi o'rinda battle o'ynamayapman. Bu bir. Battle emas. To'xtab turing. Men siz bilan battle o'ynamayapman. Bu bir. Ikkinchidan, hurmat saqlab gaplashyapman. Siz bilan hazil huzul, boshqa qilib gaplashmayapman. Bu ikki. Uchinchidan, men mutaxassisman. Xo'p. Uzr, xo'p. Men sizga anglatib berish uchun muammoyingizni asli nimadaligini anglatib berish uchun men bu yerda harakat qilyapman-da, siz men bilan hazillashgani bu bo'ldi, xo'p, to'g'ri kelmaydi, singlim. Xo'p, uzr. Kechiring. Nima demoqchi bo'lyapman?
Bu yerda siz o'sha masalan o'sha shashkada ham, ha? Shashkada ham Mhm. siz o'zingiz raqibingizni qayoqqa yurishini bilmaysiz. Uni yurishini Bilmayman. nazorat qila olmaysiz. Uni yurishi sizning nazoratingizda emas. Lekin siz qiladigan yagona narsa uni sizga yurgan xotiga qarab Mhm. siz o'zingizni javob reaksiyangizni bildirishingiz. Lekin siz mayda hozir siz nima qilyapsiz? Erim o'zgarmaydi-da, qaynotam mana qilyapti, shuning uchun bunaqa. Qaynanam Mhm. bunaqa qilyapti, shuning uchun bunaqa deb siz Mhm. go'yoki tashqi tomon o'zgarsa, tashqi odamlar o'zgarsa, keyin men baxtli bo'laman degan illyuziyada yashayapsiz. Xuddi Bu shunaqa. narsa yolg'on umid shu. Hop, qanaqa Yolg'on to'g'rilash umid. mumkin, Tohir aka? Ha, qanaqa qilib to'g'rilash? Unga beradigan javob reaksiyasi to'g'rilash kerak. Endi o'sha javob reaksiyasini qanday to'g'rilaydi desa, o'sha javob reaksiyasi nimani asosida? Qaysi manbani asosida chiqyapti? Keraksizlik manbani asosida chiqyapti. Demak, bundan Aha. kelib chiqadiki, sizni butun hayotingizni keraksizlik dasturi, keraksizlik ssenariysi boshqarib kelyapti. O'sha Aha. keraksizlik ssenariyasini kerakli manga almashtirmas ekansiz, siz mana bu eringiz bilan qayta yashaysizmi? 8 marta boshqa yerga turmushga chiqasizmi? Hayotingiz o'zgarmaydi, chunki sizda hali ssenariy o'zgargani yo'q. Endi Mhm. qanday qilib o'zgartiraman? Bu savolingizga javobni o'zingiz o'zgartira olmaysiz. Bu bir. Nafrat xati, kechirim xati ishlamaydi. Bu ikki. Qanaqadir affirmatsiya ishlamaydi. Shopping qilib kiyinib olish ishlamaydi. Boshqa qilish ishlamaydi. Siz yo meni yoki menga o'xshagan to'g'ri professional mutaxassisni topib, og'zidan chiqqan pulni berib, ana undan keyin o'shanga o'zingizni topshirasiz. Ana undan keyin o'sha odam sizdagi ssenariyni o'zgartiradi. Ssenariy o'zgargandan keyin sizda hayotingiz o'zgaradi. Mhm. Ungacha qilgan hamma ishingiz befoyda. Mhm. Tushundingizmi? Aha, tushundim. Shunaqa. Siz bu yerda birinchi o'rinda emas. Siz aslida xohlayotganingiz yo'q. Siz kerakli bo'lishni xohlayapsiz. Shunaqa, ha. Ha, bo'pti-da, bu oila tiklash bilan bo'lmaydi. Oilani yo'qotish bilan ham bo'lmaydi. Hmm. Shunaqa gaplar. Tushungan bo'lsangiz tushundingiz, tushunmagan bo'lsangiz ham, lekin mayerdagi kuzatuvchilar aniq tushundi sizga nima deganimni. Tushundim. Tushundinglarmi kuzatuvchilar? Qancha bo'ladi agar siz anaqangizga yozilsam pul? Oldin, hop. Demak, hozir men birinchi mini diagnostika qilaman $50. Ana undan keyin men qabul qilsam $500 bitta seans uchun to'laysiz. Uning uchun yaxshiroq ishga kirishim kerak ekan. Endi bu pulni qayerdan topasiz, qanaqa qilib topasiz, topasizmi yo'qmi, balkim sabr qilib o'tasizmi, bu o'zingizni tanlovingiz ekan. Men o'zim pozitsiyamni aytdim. Bo'ldi, rahmat, charchamang. Xo'p, Alloh yaxshi. rozi bo'lsin. Xo'p. Oh. Bo'ldi, chiqib ketavering. Qani? Chaynab og'ziga solib qo'ydim tushungan odam, to'g'risi. Xiyonatkor erkak sodiq erkakka o'zgarishi mumkin. Mumkin, hammasi o'zingizning qo'lingizda. Unga bergan javob reaksiyangizda. Hop, qani kim nimani tushundi? Mana 70 bitta odam